Otabek. Otabek. Qalaysan? Rostdan o'zingizmisiz? Ha, o'zimman. Mana. Tirikmisiz? Ko'rib turganingdek. Tirikman. Shunda qayerda edingiz? Shuncha paytdan beri. Kasalxonada. Komada. Senga bir gapni aytishim kerak. Eshitasanmi? Xo'p. Aslida men sen o'ylagan odam emasman. Unda kimsiz? Men jinoyat qidiruv bo'limida ishlayman. Men sizlarning tumaningizga o'sha jinoyatchilarni qo'lga olish uchun borgandim. Hammasi shu. Oylar davomida qimorni o'rgandim. O'sha kuni katta o'yin bo'ldi. Juda ham katta qimorbozlar yig'ilgandi. Operatsiyamiz o'sha jinoyat o'dani qo'lga olish edi. Bizni tezkor guruh yetib keldi. Otishma bo'ldi. U yerda yaralandim va komaga tushdim. Qarabsanki, 6 oy kasalxonada yotib chiqdim. Shunaqa gap. Mayli. Xudoga shukr, tirik ekansiz-ku. Demak, siz men o'ylagan odam emassiz, shunaqami? Hammasi yolg'on-a? Ha, shunaqa. Aytgancha, sen nega sovchi yuborgan yigit bilan uchrashuvga chiqmading? Bilmadim. Balki sizni unutolmaganimdandir. O'sha men edim, Jinnivoy. Rostdanmi? Ha, Nimaga unda menga aytmadingiz? chunki sen bilan hammasini boshidan boshlamoqchi edim. Shuning uchun oyimni yuborgandim. Sen esa dugonang yuboribsan. Chunki men bilmagandim sizligingizni. Begona deb o'ylagandim. Ha, Siz yolg'onchi ekansiz, aktyor ekansiz. xo'sh. Endi menga turmushga chiqasanmi?